To'g'ri mezonlarni o'rnatib, doimo ularga amal qilib keluvchi kompaniya. O'rnatilgan to'g'ri mezonlar asosida jahonga intiluvchi kompaniya. Mijozlar bilan birgalikda rivojlanib, beminnat baham ko'ruvchi kompaniya. Bu biz Atomiy kompaniyasimiz. 2009-yilda tashkil etilganidan beri doimiy ravishda o'sib kelayotgan Atomiy kompaniyasi dunyoning turli burchaklarida uchratish mumkin bo'lgan global tarmoq marketing kompaniyasidir. Mijozlar mamnuniyatini ta'minlashdan-da yuqoriroq maqsad, mijozlarimiz muvaffaqiyatini birinchi o'ringa qo'ygan holda harakat qilayotgan Atomiy kompaniyasining sa'y-harakatlari bugun ham davom etmoqda. Yaxshi sifatli mahsulotlarni maqbul narxlarda yetkazib berish Atomiyning raqobatbardoshligi taqsimotining mohiyatida yotadi. Atomiy tashkil topganidan beri amalda bo'lgan mutlaq sifat, mutlaq narx falsafasi barcha Atomiy mahsulotlarida, jumladan biologik faol qo'shimchalari, go'zallik, kundalik, oziq-ovqat, kiyim va maishiy texnikalar mavjud. Umumiy savdo hajmi 2 trillion won miqdorida bo'lgan Koreya sog'liqni saqlash mahsulotlari eksporti bo'yicha birinchi o'rinda turgan Hemohim, Koreya Atom energiyasi tadqiqot instituti tomonidan davlat loyihasi sifatida ishlab chiqilgan Hemohim bitta mahsulot turi bo'yicha 23 ta xalqaro patentni qo'lga kiritgan. 2023-yilda Koreyada birinchi bo'lib immunitet tizimini yaxshilash va charchashni kamaytirishning ikki tomonlama funksiyalarini o'zida jamlagan holda sog'liqni saqlash mahsulotlari sohasida o'zining noyob tarixini yaratmoqda. Yana bir yetakchi mahsulotimiz Absolute Selective terini parvarish qilish to'plami ham umumiy savdo hajmi 1 trillion wonga yetdi. U kosmetika sanoatida birinchi bo'lib patent idorasidan Sejong qirol mukofotini qo'lga kiritdi. Bundan tashqari sanoat, savdo va energetika vazirligi tomonidan keyingi avlod jahon miqyosidagi mahsulot sifatida tan olindi. Atomiy kompaniyasi o'zining barcha korporativ faoliyatida mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruvni amalga oshirib kelmoqda. Ushbu sa'y-harakatlar ketma-ket 3 marta sanoatdagi yagona iste'molchiga yo'naltirilgan boshqaruv sertifikati sifatida tan olingan. ...2010-yilda AQShda boshlangan faoliyatimiz davomida Osiyo, Janubiy Amerika, Okeaniya va Yevropa bo'ylab 27 ta filiallarni ochgan Atomiy bugungi kunda butun dunyo ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilarni bog'lovchi global savdo markaziga aylanmoqda. Atomiy mahsulotlari xorijiy bozorlarda o'zining ustunligini isbotlab, sog'liqni saqlash mahsulotlari va tibbiy buyumlar eksporti bo'yicha birinchi o'rinni egalladi. 300 million dollarlik eksport ko'rsatkichi uchun mukofotlanganidan so'ng 2024-yilda umumiy eksport hajmini 1.8 milliard dollarga yetkazishga erishdi. Yevropa ittifoqidagi filialimiz ochilganidan so'ng kelajakda Afrika, Markaziy va Janubiy Amerikada hamda rivojlanayotgan mamlakatlar bo'ylab global kengayishni rejalashtirmoqdamiz. Butun dunyodan mutlaq sifat va mutlaq narxga javob beradigan mahsulotlarni yetkazib berish orqali biz Atomiy global savdo tarmog'i orqali yetkazib beriladigan GSGS strategiyasini, ya'ni global manbalar va global savdoni amalga oshirmoqdamiz. Kompaniya seminarni bevosita olib boradi va individual qobiliyatlardan qat'iy nazar har kimga muvaffaqiyatga erishish uchun imkon beruvchi Atomiy muvaffaqiyat tizimi, Atomiyda o'sish uchun kerakli bo'lgan harakatlantiruvchi kuch. Onlayn va offlayn platformalar orqali butun dunyo a'zolariga Atomiyning istiqbolini jonli tarzda yetkazadigan muvaffaqiyat seminarlari, biznes va madaniyatning uyg'unlashuvi orqali vaqt va makon chegaralarini yengib o'tuvchi global muvaffaqiyat tizimining istiqbolini taqdim etadi. Bundan tashqari, butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritayotgan global a'zolarimizning yetakchilik qobiliyatini shakllantirish va salohiyatini oshirish uchun ACTS loyihasini ishga tushirdik. Atomiy brend tajribasining markaziga aylangan Sokrison o'rmon majmuasini ochish kabi loyihalar orqali muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi qo'llab-quvvatlashni davom ettirmoqdamiz. Mutlaq sifat, mutlaq narxdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun hamkor korxonamiz sifatni yanada yaxshilashi uchun biz yetkazib berilgandan keyin bir hafta ichida naqd pul to'lash, operatsion mablag'larni foizsiz qo'llab-quvvatlash va umumiy sifat nazorati tizimi kabi turli xil yordamlarni taqdim etamiz va bu orqali biz birgalikda o'sishning foydali siklini yaratamiz. Atomiy sayyoramiz bilan barqaror hamkorlikni ta'minlash uchun turli siyosatlarni amalga oshirmoqda. Plastik chiqindilarsiz mahsulotlarni yaratish uchun mahsulotlar yangilanmoqda. Biologik parchalanuvchi plastmassa kabi ekologik toza materiallar ko'paytirilmoqda. Aqlli qadoqlash yechimlari joriy etilmoqda hamda resurslarni qayta tiklash va atrof muhitni asrash uchun barcha sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Atomiyning xayriya faoliyati nafaqat o'z sohasida, balki butun savdo industriyasida, hattoki butun Koreya bo'yicha eng yuqori darajadadir.
Atomi'ning so'nggi 3 yil davomidagi savdo hajmiga nisbatan xayriya ulushi savdo sohasidagi o'rtacha ko'rsatkichdan 30 barobar yuqori bo'lib, Koreyaning 500 ta yirik kompaniyasi orasida birinchi o'rinni egalladi. Natijada esa barqaror boshqaruv va beg'araz xayriyalar uchun davlat mukofotlari, oilaviy do'stona kompaniya va Koreyada ishlash uchun yaxshi kompaniya sifatida tanlanish kabi ko'plab davlat mukofotlari va sertifikatlariga sazovor bo'ldik. Atomi'ning saxovat va mehr-muruvvat madaniyati nafaqat mamlakatimizda, balki xorijda ham keng tarqalmoqda. Kompaniya va uning a'zolari, hamkor tashkilotlar, xodimlar barchasi birgalikda butun dunyo bo'ylab faol ijtimoiy xayriya faoliyatini amalga oshirmoqda. O'z tamoyillariga amal qiluvchi va yangi mahsulot aylanmasi madaniyatini shakllantirayotgan kompaniya. Butun dunyodagi odamlarning ishonchi bilan global miqyosda kengayib borayotgan kompaniya. Mijozlarning ishonchiga tayanib, mijozlar muvaffaqiyatini maqsad qilib qo'ygan kompaniya. Insonlar ko'nglini qadrlovchi kompaniya. Biz faxrli Atomiy kompaniyasimiz.